tush ko'rsam onam chiroq ko'tarib yurganmish. Yuzini aniq ko'rmasmishman-u, ammo qo'lidagi chiroq xira nur sochib turganmish. Ko'zingga qara bolam, chuqur bor dermish nuqul. Qarasam chuqur yo'q. Uyg'onsam onam ham yo'q. Ba'zan ish bilan, ba'zan majlislar bilan, gohida ulfatchilik bilan uyga kech qaytardim. Bir kuni Namangandan mehmonlar kelib qolishdi. Uyga borishga ko'nmay, o'zimni restoranga sudrashdi. Yarim kechagacha qolib ketdim. Uyga qaytganimda kayfim bor edi. Darvozani onam ochdi. Sovuqda mushtakkina bo'lib dildirab turibdi. "Shu vaqtgacha uxlamadingizmi?" dedim zarda qilib. "Eshik ochishga sizdan boshqa odam yo'qmi?" Onam ma'yus jilmaydi. "Uyqu qatta bolam, o'tiribman." Ertasiga redaksiyada navbatchilik cho'zilib ketdi. Qarasam, yana onam chirog'i yoniq. "Nega uxlamadingiz?" Onam yana ma'yus jilmaydi. "Bilasan-ku jon bolam, kam uyqu bo'lib qolganman." Men nodon onamning kam uyqu bo'lib qolganiga, yarim kechagacha yuramanmi, tong atar qaytamanmi, onamning chirog'i muttasil lipillab turishiga xo'p ko'nikib qolgan ekanman. Qaysi kuni ishdan keyin moskvalik mehmonlarni aeroportga kuzatib qo'yadigan bo'ldim. Samolyot kechikib uchdi. Yarim kechada uyga qaytsam, hamma yoq jimjit. Hamma o'z oromi bilan. Tushimda onam chiroq ko'tarib turganmish.